Qaranglar. Yeb ko'rib hozir gaplashamiz. Ananasli ekan. Buni yeganlar bormi? Qanaqa ekan? Wow. Wow, qovun hidi. Hozir kelgan ekan do'konda sal yumshoqroq holi. Bismillah. Qaymoq emas. Mevani o'zini pyure qilib qotiramiz-ku, o'shani qatam. Sizlarda ham shunaqa bo'lganmi? Bir narsa qilgingiz kelsa, qo'lingiz kaltalik qiladi-ku. Shunda ba'zilar masalan o'qimagan bo'lsa, o'qigan bo'lganimda pulim ko'p bo'lganda olardim, yo'q qilardim shuni deb mana o'zingiz aytasiz-ku, shunaqa bo'lganda, shunaqa bo'lardi deb. Aslo bunday demang. Hozir so'zim oxirida aytaman, shu nima uchunligini. Har narsa, masalan, sizga bir narsa Alloh bir narsa intilib, bandasimiz, intilib shu xohlaymiz, shu narsa meniki bo'lishi kerak, shu narsani sotib olishim kerak, yo shu narsa egasi men bo'lishim kerak deymiz-ku. Hammada har xil vaziyatda. Lekin Alloh nasib qildirmasa, men o'qigan bo'lganda yetardim, shunaqa deymizda, lekin o'ylash kerak, siz balkim o'sha narsadan nima deydi, yaxshirog'iga qodirsiz. Yoki u xayrli emasligi uchun sizga Alloh nasib ettirmayapti. Chunki men hayotimda ko'rdim, hayotida odam bir marta bo'ladigan nikoh to'yida, meni ham nikoh to'yimda ikkita hayvon, odam ko'rinishidagi hayvon to'yimni buzishga harakat qilishdi. O'sha payt men nima deganman bilasizlarmi? Hozir aytaman oxirida. Bekor aytgan ekanman. Endi tushundim, mana endi tushundim. Alloh suygan bandasi ekanman. Allohim menga belgi bergan ekan. Bugun yangi hayotga ilk qadam qo'yapsan, mana shunaqa ikkita odam ko'rinishidagi hayvon bor. Allohga kifoya qildi, ehtiyotingni qil degan maqsadda ilk hayotga qadam qo'yayotgan kunim o'shalarni belgi bergan ekan menga. To'yimni buzmoqchi bo'lganlar. Ikkita hayvon ko'rinishda, odam ko'rinishidagi hayvon. Nima deganman deng? O'sha payt to'yimni buzmoqchi bo'lgan onajonim ham ota ham ona bo'lib yig'ib akam bilan birga shu to'yda to'y qilish o'zi ham bo'lmaydi, xalqqa osh bergan, shu to'yda urush janjal chiqargani uchun rahmatli otajonim bo'lganlarida mana shular to'yimni buzmasdi deb o'ylovdim o'sha payt. Lekin men endi tushundim, Allohni suygan bandasi ekanman, Alloh menga belgi beribdi. Bandam, sen hayotga ilk qadam qo'yapsan. Mana shu ikkita inson odam ko'rinishidagi, lekin hayvon aslida. Shulardan ehtiyotingni qil degan maqsadda aytgan ekan. Xudoga shukr deyman. Allohim o'shalarda ilk kunimdan ochiq yuzini menga ko'rsatgani uchun. Chunki hech qachon bir narsaga erisha olmasangiz yo bir narsa bo'lsa hayotingizda xayrli ekan. Menga mana shu nasib qilgan ekan. Menga yo bundan-da yaxshisiga Alloh meni qodir bilgan deng. Yomg'ir yog'ar qor ostida qummozon, qabrlarning birida mening sho'rlik dadam bor. Yomg'ir yog'ar qor ostida qummozon, qabrlarning birida mening sho'rlik dadam bor. Bo'ylarimga to'ymagan, to'ylarimda bo'lmagan, nabirasin ko'rmagan mening baxtsiz dadam bor. Bo'ylarimga to'ymagan, to'ylarimda bo'lmagan, nabirasin ko'rmagan mening baxtsiz dadam bor. Dada jonim, qaytmadingiz hech qachon. Dada jonim, sog'inaman ko'p yomon.